Kimni g'ami bo'lsa, kim mahzun bo'lsa, kimga dunyo tor bo'lib ketayotgan bo'lsa, kim qiynalib ketayotgan, siqilib ketayotgan bo'lsa, shu duoni yodlasin. Kim yodlamagan bo'lsa, shu paytgacha juda ko'p narsani yo'qotgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga shu duoni o'rgatganlar. Men sizga aniq 100% lik garantiya beraman. Chunki bu garantiyani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam berganlar. Kim shu duoni o'qisa, Allohga iymon keltirib o'qisa, Alloh taolo uni g'amini yo'qotadi, g'amini o'zgartirib qo'yadi, mahzunligini ketkazadi. Aniq ishoning va bu duoni qiling. Va buni o'zgartirishligini ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Duo shu: Allohumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. معناته اللهم من سن قلينمن، قلينni o'g'liman, cho'ringni o'g'liman. Mani peshonam, taqdirim sani qo'lingda. Sani hukming menga o'tuvchidir. Sen menga qazo qilgan narsangda adolatlisan. Sani butun ismlaring bilan so'rayman. Sen o'zingni nomlagan butun ismlaring bilan so'rayman. Kitobingda nozil qilgan ismlaring bilan so'rayman. Xalqing